Bir doktora ayol hikoya qilib beryapti. Ota-onasining boshidan o'tgan voqeani. Aytadilarki, bir oilada 12 ta o'g'il va bir qiz bor ekan. O'sha qiz endi balog'atga yetgan 16-17 yoshlarda. Va bir akasi bilan shu qiz bir onadan, qolgan akalarning hammasi boshqa onadan ekan. U qiz saraton kasali bilan og'rib qoldi deydi. Ota va akalar singillarini, qizlarini Riyozga olib kelishdi, poytaxtga. Davolanib yurishudaki qiz televideniydan ko'rdi, mumkin gazetda o'qidi, xabar topdi. Amerikada bu qizning kasalining davosi bor ekan. Ammo u oila o'rtahol oila edi. Hammalar akalari uylangan, hammalarining uylari bor. O'rta hol odamlar edi, boy odamlar emas edi. Ota ham, akalari ham qiz so'radida endi Amerikaga olib borib davolatmaysizmi otajon deyapti. Akalarga aytayapti, u qizni yashagisi kelyapti. Riyozda tushirib yetdiki, kasalning shifosi yo'q unga. Davosi yo'q. Amerikada bor ekan dorisi. Eshitgan odam Payg'ambar alayhisolom aytganlar, al-mayyitu kal-g'ariq deganlar. O'limga yo'liqqan odam cho'kayotgan odamga o'xshaydi. Cho'kayotgan odam bir xasni ushlab bo'lsa ham najot kutadi undan. Qiz ham yashagisi kelib so'rayapti, ammo otalar, akalar hammasi yo'q deyishdi. Chunki ko'zlar yetmayapti. Bu qiz o'ladi deyishyapti. U Amerikaga shuncha pul sarflab isrof qilish nima kerak? Bizga og'ir bo'ladi deb xullas ota ham, jumla akalar ham yo'q deyishdi. Faqatgina ona bir aka ichi kuyyapti singlisiga. U akasi uylangan, uyi xotiri bilan o'zi bilan sheriklikda uylari, o'rta hol odam. Shu aka singlisiga rahim qilib Amerikaga ketishga tayyorgarlik ko'ra boshladi deydi. Xotiniga aytmasdan uyini garovga qo'yib pul oldi. Ayoli bilib qolgach, janjalni to'polonni qilib otasiga ketib qoldi. To qaroringdan qaytsang uyga kelaman dedi. Akalar ham qarshi, ota ham qarshi. Ammo ona bir jigar aka singlisini olib Amerikaga ketdi deydi. 8 oy yashashdi Amerikada. 8 oy davolatdi. 8 oydan keyin singli vafot qildi. Ammo u uyning puli hammasi, butun bor yo'g'i u akani 8 oyga sarf bo'ldi singil uchun. Singilga 8 oy yaxshi hayotni yashatdi akasi. Rahim qilib, umidlantirib. 8 oydan keyin vafot qildi. Safarat elchixona orqali qizning jasadini Saudiyaga olib kelishdi. Saudiyada u akani ota va akalarning malomati, uysiz qolgan xotinning janjali kutib turardi. Malomatga qoldi u bechora. Kelgandan keyin uyi yo'q, ishi ham 8 oyda ishdan ham ayrilgan. Oxiri bir firmaga ishga kirib taksilik qila boshladi. Shunday qilib kun kechira boshladi. Ijaralarga yashab yurdi, uyi yo'q ekan. Hech kim yordam bermadi. Sen o'zing qilding, endi o'zingdan ko'r deydi. Ammo 1-2 oydan keyin bir advokat keldi, Saudiyani boshqa tomonidan. U o'sha qiz bilan akaning vafot qilib ketgan, onasi vafot qilib ketgan ekanda. Vafot qilib ketgan onasini qarindoshlari bor ekan, bir odam, katta yer egasi, boy odam ekan u, ammo hech kim yo'q ekan. Va o'sha kalola usuli deydi merosda, o'sha orqali bu bola o'sha odamga merosga bo'lib qoldi. Advokat shuni izlab ketdi. Katta yer bunga merosga o'tdi. Oxiri hujjatlar bitdi. Merosni olgandan keyin u haligi aka bir oz qism yerni sotibdi-da, sotilgan uyini qaytarib oldi. Ammo ayolning nomiga rasmiylashtirdi hujjatni. Ayolning nomidagi uy hujjatini va taloq yozilgan hujjatni qo'shib ayoliga berib yuboribdi. Ayoli o'rtaga odam qo'yib yarashishga harakat qildi, ammo yigit voz kechdi u ayoldan. So'ngra qolgan yerga dehqonchilik qilib, Alloh unga shunday baraka berdiki deydi, xuddi osmondan chelaklab yog'ilganday, suv yomg'ir yoqqanday pul yog'ilib kelardi unga. Nihoyatda omadi yurishib ketdi deydi. Hamma hayron bunga. Tezda boyib ketdi haligi yerlarga hosil ekib. Shunda u yigitning o'zi aytdiki, singlim jon berayotganda
Odatda odamlar muhtazar holat deyiladi. Muhtador degani o'limga yo'liqqan odam. O'lim holat, muhtador holatda hamma kalima aytadi. O'zi aytilmasa yondagilar aytib turadi. Ammo singlim deyapti, o'sha mahalda ey Robbim deb duo qilar ekan. Ey Robbim, akamni rizq eshiklarini ochib ber deb duo qilar ekan. O'sha singlimning o'limi oldida qilgan duosini ijobati bu debdi haligi aka. So'ngra bir yosh qiz topib, unga uylanib, hayotini boshqatdan quribdi. Haligi hikoya qilib berayotgan doktora ayol o'sha erkak bilan ayolning farzandi ekan, qizi ekan. Menga otam rahmatlik ammamning ismini bergan. Mana shu